Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rgüchilar. Ko'rayotganinglar Washingtondan tarqatilib atgan Erkin Asiya radiosuning Tor televiziyasi. Men Gulchehra. Navbatda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni sizlarga eslatib o'tmoqchimiz. Dünya Uyghur Qurultayı'nın raisi Rabia Qadir Xanım 26 iyun Şaugan vaqasının Xitay hökuməti uzun yıllardan buyon Uyg'urlarga qartib kelgan irqiy ayrımçılıq siyasətinin məhsuli ekanligini ko'rsatdi və dünyani Xitayning mazkur vaqadagi mas'uliyatini surishtirishga chaqirdi. 2009 yılı 26 iyun Şaugan Shuri o'yinchiq zavodida ishlayotgan 819 nafar Uyg'ur farzandi Xitoy ishchilarining hujumiga uchirgan. Xitoy doiralari hujumda faqat 2 nafar Uyg'urning o'lganligi va bir nechasining zaxmlanganligini bildirib, voqeaning mohiyatini burmilashga tirishgan edi. Xitoy hukumatining mazkur voqeadagi pozitsiyasi 2009 yildagi 5 iyul Urumchi qirg'inchiligini keltirib chiqargan edi. Rabia Qadir Xanım mundaq dedi: Xitoy bu voqeaning haqiqiy javobgarlarini hozirgacha so'roqqa tortgani yo'q. Bu 5 iyul voqeasiga sabab bo'ldi. Biz dünya cemaatini şu çağda günahsız öldürülgen Uyghur farzandlarının so'rig'ini qilishga va Xitoyning mas'uliyatini surishtirishga chaqirgan edik. Bundan keyin davomli buni surishtiramiz. 22 iyun Qashqa Qo'g'onning Taxtko'rikda bir qorovulxonaga hujum qilish vaqasi yuz berib, 3 nafar Xitoy saqchini o'z ichiga olgan 18 kishi o'lgan. Oshkorlanishicha, ichida ayollarmi bo'lgan 15 nafar pidoyi avtomobil va mototsiklni saqchixonaga so'qish, yendiki pichoq bilan hujum qilish va benzin botilkasini portlatish orqali oz deganda 3 nafar saqchini o'ldirgan, 7 nafarni yaralandirgan. Naq maydonga yetib kelgan Xitoy saqchilari pidoyilarni o'qqa tutgan. Xitoy saqchilarining o'qida 15 nafar pidoyi hayotidan ayrilgan. Yeni ma'lum bo'lishicha, hujumchilar Qashqa Yengishar noyisidan Qashqa Qo'g'onga ko'chib kelib o'ltiraqlashgan bir oila kishilar ekan. 22 iyun Amerika Musulmonlar ishlari kengashi Xitoy prezidenti Shi Jinpingga qarata ochiq xat e'lon qilib, uni Uyg'urlarga qaratgan diniy cheklamalarni darhol bekor qilishga chaqirdi. Ular ochiq xatida Xitoyning Uyg'ur musulmonlarning diniy e'tiqod erkinligini bo'qqanligini aybladi. Uningdan boshqa 24 iyun markazi Qatarga joylashgan Dunyo musulmon olimlar birligi Xitoy doiralarining Uyg'ur musulmonlarning ro'za tutishini cheklaganligini qattiq aybladi. Ular Xitoyni musulmonlarning haq-huquq va diniy e'tiqodiga hurmat qilishga va diniy cheklamalarni bekor qilishga chaqirdi. 22 iyun Kanada parlamentida uyushtirilgan iftar faoliyatida so'z qilgan Kanada Davlat Mudofaa ministri Jason Kenney Uyg'urlarga esdashlik qilganligini bildirib va O'sanjan Jalil oilasiga Ramazonlik salom yo'lladi. Diniy erkinlik va ko'p qatlamli madaniyat nomli bu faoliyatni Kanadadagi Sharqi Turkiston madaniyat markazi va Bir dunyo erkinlik tashkiloti bilan birlashib uyushtirgan. Jason Kenney Xitoy turmushdagi O'sanjan Jalil haqida to'xtalib mundaq dedi: Biz uni qutuldirish uchun uzluksiz tirishayotimiz va uning haq-huquqini kuchli qo'g'daymiz. U yana Uyg'urlarning insoniy g'ururi Xitoy tarafidan dafsanda qilinayotganligi, Kanada hukumatining Uyg'urlarning huquq da'vosiga esdashlik qilganligi va ularning diniy erkinligiga hurmat qilganligini bildirdi. Amerika Davlat ishlar ministerligi e'lon qilgan terrorlikqa oid yillik dokladda Uyg'ur elida yuz bergan atalmish terrorlik voqealarini dalillashga yetarli isbot yo'qligini ko'rsatdi. 23 iyun e'lon qilingan dokladda har qaysi davlatlardagi terrorlik masalasi, uning moliya manbasi va ilinayotgan tadbirlar ustida ma'lumotlar berilgan. Uning Xitoyga oid qismida Uyg'ur masalasi keng o'rin olgan. Dokladda mundaq deyilgan: Xitoy hukumati Uyg'ur elida yuz bergan voqealar haqida ta'minlagan uchurlar intayin yetarsiz bo'lganlikdan bu harakatlarga oid tafsilotlarning xarakterini belgilash qiyin bo'lmoqda. Halbuki dokladda Kunming vokzal voqeasi, Urumchi attiganlik bozor hujumi va Urumchi vokzal portlash voqeasi qatorliq 3 voqea terrorlik voqeasi deb ko'rsatilgan. Gumunayisining Du bozorida
Bu yil 10 may yuz bergan qonliq vaqada az deganda 8 kishi o'lganligi aniqlandi. Bozorliq saqchixona xodimining oshkorlashicha, shu kuni Duva bozorining 4-kentidagi bir qo'ychi sayda suv ilayotgan bir gumonli kishini uchirtib, ahvolni kent mas'ullariga ma'lum qilgan. Ahvoldan xabar topgan Xitoy saqchilari naq maydonga yetib kelib, sayliqni qo'rshaga olgan. Qo'rshavda 8 odam etib etilgan. Mazkur sayliqda qo'rshavga ilinganlarning kimligi, qo'rshavning qanchalik davom qilganligi, gumondorlarning nima uchun etib etilganligi, bularning jami necha kishi ekanligi noma'lum. Hörmətli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'laylik. Xayr xo'sh.